Sizda ham shunday bo'lganmi? O'zingiz sevgan multfilmni ko'rmoqchi bo'lganingizda, qaysidir teshikdan bitta horror multfilm oldingizdan chiqib qoladi va uni ko'rib bo'lganingizdan so'ng, hatto turib chiroqni o'chirishga qo'rqib qolasiz. Yo'qmi? Unday bo'lsa, bugungi videoda siz uchun aynan shunday hissiyotlarni beruvchi qo'rqinchli multfilmlarni tayyorlab qo'yganmiz. Ishonchim komil, bu multfilmlarning hech bo'lmaganda bittasi sizni qo'rqita oladi. Yoqimli tomosha. Frankenweenie. Multfilm voqealari Viktor Frankenstein ismli bola va uning Sparky laqabli iti atrofida bo'lib o'tib, it uning tajribalari va filmlarida faol ishtirok etardi. Kunlarning birida Viktorning fizika o'qituvchisi sport musobaqasi tashkil etadi. Otasi esa Viktor ham ushbu musobaqada qatnashishni xohlaganligi uchun u qatnashadi. Hammasi yaxshi ketayotganda, ammo o'yinlarning birida Sparky koptokning orqasidan quvlab katta yo'lga chiqib ketadi va mashina uni bosib ketib halok bo'ladi. Bola esa undan ayrilishni xohlamasdi. Fizika o'qituvchisi darsda qo'llagan usul yordamida u itini qayta tiriltiradi, lekin uning bu ishi butun shaharga ovoza bo'lib, dahshatli voqealarning boshlanishiga sababchi bo'ladi. Qanday qilib o'lik itni tiriltirish mumkin? Buni siz Frankenweenie multfilmini ko'rib chiqqach bilib olasiz. Rojdestvo oldidan qo'rquv. Multfilm Rojdestvoning dahshatli saltanati haqida hikoya qiladi. U yerda har xil maxluqlar, shuningdek Jack Skellington hukmronlik qilardi. Ular har yili Rojdestvo bayramida odamlarga qo'rquvni olib kelishardi. Bu yilgi Rojdestvoni yaxshi o'tkazgan maxluqlar bir-birlarini tabriklab, o'yin-kulgu qilishayotgan paytda Jackka bu narsalar yoqmagandek ko'rinadi. Go'yoki har yili bitta ishni qilish uning joniga tekkandek. Bu narsalarni o'ylab turgan Jack g'alati bir joyga tushib qoladi. Bu yerda esa eshiklar bor edi. Jack o'ylab o'tirmasdan ulardan birini ochadi va ichkariga kiradi va boshqa bir Rojdestvo bayramini nishonlayotgan mamlakatga tushib qoladi. U yerda yaxshilik va o'yin-kulgu hukmron edi. Jack esa Rojdestvoni buzish maqsadida Qorboboni o'rnini egallamoqchi bo'ladi. Ushbu multfilmga afsonaviy rejissyor Tim Burton rejissyorlik qilgan. O'lik kelin. Multfilm Buyuk Britaniyada Viktorianlar oilasida bo'lib o'tadi. Yosh Viktor va Viktoriya hatto bir marta ham uchrashishmasdan turmush qurishga qaror qilishadi. To'yi kuni uchrashishgan ikki yosh bir-birlariga to'g'ri kelmasliklarini tushunadi. Ba'zan paytida Viktor so'zlarini chalkashtirib yaxshi gapira olmaganligi sababli yaqin atrofdagi o'rmonga chiqib ketadi. U yerda u qanday qilib qizning qo'liga uzuk taqishni daraxt shoxiga taqib repetitsiya qilib ko'radi, lekin ushbu shox aslida o'lik kelinga tegishli bo'ladi va u qabrdan chiqib Viktorni o'liklar dunyosiga olib ketadi. Karolin dahshatli saltanatda. Karolin ismli qiz ota-onasining doimiy band ekanligidan xafa bo'lgan holda yangi uyga ko'chib o'tadi. Uyni o'rganib chiqish paytida u kichkina g'isht bilan berkitilgan eshikni uchratadi. Kech bo'lganida esa ko'zlari tugmadan bo'lgan sichqon kelib, uni eshik tomon borishiga undaydi. Karolin eshikni yana bir bor ochganida esa u yerda nur paydo bo'ladi va tunnel ochiladi. Tunnel orqali u ichkariga kiradi va yana o'sha joydan chiqqandek tuyuladi. Lekin bu tomonda uning oyisi va dadasining ko'zlari tugmadan tikilgan edi. Ular qizga uning ikkinchi ota-onasi ekanligini aytadilar va uni o'zining asl xonasidan yaxshiroq bo'lgan xonaga taklif qilishadi. Keyinchalik Karolin u yerga har kuni kelishni boshlaydi. Ota-onasi uni turli xil taomlar bilan mehmon qilishar va uning aksi tasvirlangan bog'ga ham olib borishar edi. Karolin uchun ushbu parallel olam haqiqiysidan ko'ra yaxshiroq ko'rina boshlaydi. Lekin bu olamga tushgan qizaloq endi orqaga qaytishi ancha qiyinlashadi. Uning ikkinchi oyisi esa dahshatli maxluq bo'lib chiqadi. Endi Karolin ushbu dahshatli dunyodan qutulishi uchun faqatgina uning qo'shnilari va gapiradigan mushuk yordam bera oladi. 9. Odamlar robotlarni yasab, ularning qurboni bo'lgan ushbu multfilmda bizga haqiqiy apokalipsis ko'rsatilgan. Barcha robotlar odamlarni o'ldirib, faqatgina bitta odam qolgan paytda u kichkina qo'g'irchoqni yasaydi va unga 9 nomini beradi. Odamlarsiz qolgan dunyoni ular ushbu dahshatli qotillardan tozalashlari uchun 9 o'z og'aynilarini uchratadi. Garchi ular bilan kelishmovchiliklar bo'lsa-da, ular dahshatli maxluqlarning uyasiga borishga qaror qilishadi. Multfilmning nomi 9 bo'lganligi uchun ushbu multfilm 2009-yilda 9-sentyabr kuni premyera qilingan.
Yuqorida aytib o'tilgan dahshatli janrdagi multfilmlarni barcha multfilm ishqibozlariga bir marta bo'lsa ham ko'rishni maslahat beraman. Albatta, ushbu multfilmlarning ko'pchiligi o'zbek tiliga o'girilmagan, lekin barchasi rus tilida mavjud. Agar ko'rmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimga yuklab qo'yaman. Kanal manzili video ostida. Bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar videomiz sizga manzur kelgan bo'lsa, bitta like bosib, kanalga ham obuna bo'lib qo'ying. Keyingi qiziqarli roliklarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.